Shovot tumanidagi Beshmergan mahallasiga yo'lingiz tushgandir. Mahallaga kiraverishingiz bilan toza, ozoda ko'chalar sizni o'ziga maftun etadi. Erta bahorda bu ko'rinish o'zgacha fusunkorlik kasb etadi. Ayniqsa bu yil mahallada Navro'z o'zgacha tarzda nishonlandi. Doshqozonlarda sumalaklar tayyorlanib, hudud ahlining hamjihatligi namoyon bo'ldi. Mahallada mavjud 582 xonadonda 3021 aholi istiqomat qiladi. Har sohada faol mahalladoshlar imkoniyatlardan, sharoitlardan mamnun. Beshmargan mahallasi shunday salohiyatlarga egaki, bu yerda aholisi juda dehqon. Avvallar 1983-yillarda bir kartoshkachilikka ixtisoslangan sovxoz tashkil qilingan. Shu kartoshkani ekkan odam o'zi dehqon bo'ladi. Shuning uchun hozir bizda hamma kartoshkachilik, sabzavot, poliz ekinlarini aholisi dehqonda bir yilda 2-3 marta hosil oladi. Demak, mahalla drayveri qishloq xo'jaligi, to'g'rimi? Ha, bog'dorchilik va turizm. Turizm yo'nalishiga keladigan bo'lsak, masalan, bizlarda eng birinchi bu yerda 1000 yil oldin barpo qilingan shu yerda endi bo'lgan Yusuf Hamadoniy shu yerda ziyoratgoh shu yerda. Shundan beri bu yerda mehmon kutish an'ana bo'lib qolgan. Biz ota-bobolarimiz ham shu ish bilan shug'ullangan. Har bir beshmargalik desam bo'ladi. Endi u vaqtlarda tuyalarda, karvonlarda kelib ziyoratga kelganlar, mana pir sayllari bo'lgan. Shu mehmon kutishni biladilar. Hozir uy mehmonxonalarini tashkil qilyapmiz. Masalan, hozir mahalla 7-ligida muhtaram prezidentimiz shunday bir mahallada bir sizga shu qanotlarni berib qo'yibdi-da. Hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, ayollar faoli, ijtimoiy xodim, soliqchi, profilaktika inspektor hammasi bir joyda. Mana endi 3 ta nuroniyani ham qo'shib berdi. Shular bilan har kuni biz ham maslahatlashib ertalabdan ishlarni bo'lib beramiz. Birgalikda bilan boshliq. Kechqurun shuni so'rog'i bo'ladi. Natija qanday? Shu hozir masalan birgalikda hokim yordamchi, yoshlar yetakchi ayollar faollari bilan birgalikda shu tadbirkorlarning istagini bilish. Har 2 oyda bizlarda o'zi Beshmarganda an'ana bo'lib qoldi bu. 5 yildan buyon 2 oyda bir ketamiz. Masalan, Xivaga, Buxoro, Samarqand, Jizzax, bu sayohat. Sayohat nima uchun? Ham u yerga mahalla aholisi ketsa, hamjihatlik bo'ladi. Ham u yerga boradilar. Hozir ko'rib tursiz, kempinglar bor, to'g'rimi? Uy mehmonxonalar o'zi yotib, yashab ko'rib ham u yerdan tajriba almashadi. Ham mehmonga qanday muomala qilishni biladi. Yetarlicha tajriba to'plab keladi. Undan tashqari bizlarda ota-bobolardan kelgan o'ymoykor naqsh milliy cholg'u asboblari yasaydigan ustalarimiz bor. 8-sinf o'quvchilari o'zi shular ustoz san'atkor hofizlarning ruboblari bo'ladi-ku, torlari. Ana shunday torlar yasab o'zlari sotadilar. Sotish qanday deb nima qilasiz? Endi Yusuf Hamadoniy ziyoratgohimizni aytdik. 2024-yil Hayit bayrami kuni ochilish marosimi bo'lgan bo'lsa, sayyohlar oqimi 3 barobar oshdi. Har kuniga hozir 350-400 o'rtacha sayyoh kelyapti. Qo'shni davlatlardan, o'zimiz respublikamizdan, hududimizdan endi shu yerda tashkil qilganmiz. Kutubxona va hunarmandlar rastasi. Hunarmandlarimiz shu yerda, bu yerda hunarmandlar yasagan mahsulotlarni shu yerga chiqaradi. Chiqarib qo'yadi. U ham o'zimiz mahallamizda ishsiz ayollarni shu yerga chiqarganmiz-da. Ular shuni sotib shundan daromad qiladi. Shu yerda ko'kargan tut, shu yerda yasalgan rubob shu yerda o'zida sotiladi. Keyin bizning mahallamizda yana bir Artotex masalan cheklangan jamiyat bor. U yerda hozir 250 dan oshiq ayollar trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Prямо to'g'ridan to'g'ri Rossiya Federatsiyasiga eksport qilinadi. Bu yerda ochilish masalan shu yerda masalan mana shu mahalla binomdan 200 metr u yoqda. Bu bizni mahallamizda ishsizlikdan xoli hududga aylanishimizga ham asosiy sabab. Ko'chalari obod, masalan 15 ko'chamiz bo'lsa, uni 13 tasini tungi yoritgich bilan ta'minladik. 9 kilometr oshiq joyimiz, ko'chalarimiz hammasini yangidan asfalt qildik. Piyodalar yo'lakchasi 2 kilometrdan hozir yana kelishda ham ko'rdingiz. Keyin bolalarimizga sport maydonchalari qurib berdik, sport zallarini ta'minlab berdik. Mana shu ko'rib turgan mahalla binomizni ta'minlab berdik. Buni hammasi og'zi birchilik natijasi. Darhaqiqat,
mahalla xalq bilan mamlakat o'rtasidagi ishonch ko'prigi sifatida xizmat qiladigan, insonni jamiyatning bir qismi bo'lishga o'rgatadigan, uni bag'rikenglik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalaydigan makon. Jonajon diyorimizda mahallalar juda ko'p bo'lib, ularning o'ziga xos nomlari bizga tarixdan so'zlaydi. Chunki ularda xalqimizning uzoq tarixi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayoti, madaniy merosi aks etadi.